Men Jo'rayev Ilhomjon. Hozirgi kunda University of Business and Science oliygohida Yashil iqtisodiyot kafedrasida dotsent vazifasini bajaruvchi lavozimda ishlab kelmoqdaman. Hozirgi kungacha universitetimizda juda ham ilmiy, pedagogik faoliyat bo'yicha juda ham ko'p ishlar qildik. Bular sirasiga hozirgi kunda iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha 3-kurs talabamiz Yusupova sohiba bilan birgalikda ishlab Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sovrindori nomiga erishdik. Dars berish mobaynida talabalar bilan ham nazariy, ham shu nazariyani amaliyotga joriy etish bo'yicha ko'p ilmiy tadqiqotlar olib boryapmiz va o'zimizni tadqiqotlarimizni tezislar, maqolalar, risolalar ko'rinishida jurnallarda bayon etib boryapmiz. Men universitetda ishlaganimdan juda ham xursandman. Rahbariyatimiz juda ham ilmni, yoshlarni qadrlaydigan va bizga doim ko'mak berib kelishmoqda. Va biz talabalar bilan shunga amin bo'ldikki, demak, yaxshi kadr bo'lib yetish uchun oliy o'quv yurtini to bitirgungacha emas, shu bitirgunga qadar kerakli ilmni, ya'ni hozirgi bozor iqtisodiyotiga mos bo'lgan ilmni egallash va uni amaliyotga o'zlari erkin joriy eta olishlarini, o'zlarida mujassam etib borishlari bu juda ham muhim ekanligini biz guvohi bo'lib turibmiz. Shu talaba yoshlarimizga aytgan bo'lardimki, o'zlari shu o'qiyotgan sohani chuqur egallash maqsadida ham o'zbek olimlari shu bilan birgalikda xorijiy olimlarni ilmiy tadqiqotlardan doimiy xabardor bo'lib turishlarini tavsiya etgan bo'lardim.